bo'ldiki, mana hozir siz Rolls Royce va yana o'nlab shunaqa shohona avtomobillar egasi, yirik tadbirkorsiz. Mana shunaqa statusga kelgandan keyin inson hayotda nimadan ko'proq zavq oladi? Oddiy narsada mana hali gapirdik, nimada shu choyxonamiz bor, mana shu uyda, shu bu yerda o'zimizni o'rtalarimiz bor, o'zimiz yurtdoshlarimiz bor, arablar bor. Ular mendan ham yaxshi oshni qilishni bilishadi, o'rgatganman ularda. O'zbekistondan guruchimizni olib kelamiz, go'shtini olib kelamiz, sariq sabzini olib kelib, o'sha 1 kilo oshni qilib o'tirib gaplashib, mana oddiy narsalardan bular bor. O'sha nimaga yetib bo'lganingizdan keyin o'sha faqat o'sha ishingizga qaraysiz va shu atrofingizdagi qarindoshlaringiz, ota-onangiz, ularga qarab yurasiz. Qolgani o'sha hammasida uchdik, hammasida suzdik, hammasida yurdik. O'sha faqat mana sog'liq va yaxshi odamlar orasida bo'lish kerak. Qolgani hammasi bo'ladi. Bor, bo'ladi.